Xalqaro Sharqi Turkiston Ommaviy Tashkilotlar Birligi hay'ati Ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu apandini ziyorat qildi. Sharqi Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon, Sharqi Turkiston O'limalar birligining raisi Ataullo Shahyor va Sutux Bo'raxon ilm va madaniyat vaqfining mas'uli Abduxoliq Uyg'urdan tashkil topgan bir vakillari o'miki Sulaymon Soylu bilan ko'rishdi. Yig'in jarayonida Sharqi Turkiston masalasi va diasporadagi Sharqi Turkiston xalqining masalasi muzokara qilindi. Dünya Uyghur Qurultayining muavin raisi Ömer Qanat 15 aprel Amerikaning Malayziyada turishliq bosh elchisi Makfitar Apandi va bosh elchixona xodimlari bilan ko'rishib, ularning Malayziyadagi ommaviy tashkilotlar bilan birlikda Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun qilayotgan faoliyatlari haqida ma'lumot berdi. Ömer Qanat yana Malayziya Tashqi ishlar ministrligining maslahatchisi, Islom hamkorlik tashkiloti mustaqil kishilik huquq komitetining komissari Dato Ahmad Azam Rahman bilan Uyg'ur qirg'inchiligini islom dunyosida tunishtirish haqida fikr almashtirdi. Xitoyda tarqalgan suratlar dunyoni zilzilaga keltirdi. Martning oxiridan boshlabla uyiga solingan Shanxay aholilari karantin markaziga bormaslik uchun soqchilar bilan to'qnashdi. Bexatarlik qismlarining kishilarni qurol bilan so'rab karantin markaziga ilib borgan suratlari ijtimoiy tarmoqlarda norozilik qo'zg'adi. Bexatarlik qismlarining karantin markaziga ilib berish tirishchanligiga qarshi turgan kishilar balkondan chiqib vaqirash orqali norozilik bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi Angliya bosh ministri Boris Johnson, Tashqi ishlar ministri Liz Truss va davlat mudofaa ministri Ben Wallace qatorliq 13 yuqori darajalik amaldorga embargo yurgizganligini e'lon qildi. Xitoy neft tabiiy gaz to'ri shirkatining G'arbiy turbo shirkati 2022 yilning 1-faslida Xitoy O'rta Osiyo tabiiy gaz turbo yo'li orqali 10 milliard 70 million kub metr gazning Xitoyga qo'shilganligini e'lon qildi. Bu turbo yo'li Turkmaniston va O'zbekiston chegarasidan boshlanib, O'zbekiston va Qozog'istonni kesib o'tgandan keyin Sharqi Turkistondagi Sharq-G'arb turbo liniyasiga tutishadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Saudiya Arabiston vali ahdi Muhammad bin Salman neft bozoridagi o'zgarishlar va Ukraina vaziyati to'g'risida suhbatlashdi. Putin bilan Muhammad bin Salman telefonlashgan bo'lib, neft bozoridan boshqa taraflar yana Ukraina va Yamandagi taraqqiyotlarni muzokara qilgan. Cuma günü Ekvator Givenisidan Maltaga qarab yo'lga chiqqan va 750 ming tonna yiqilg'i qochiladigan savdo paraxoti Tunisning Gabis dengiz qirg'og'ida cho'kib ketdi. Paraxotdagi 4 turkni o'z ichiga olgan 7 paraxot xodimi qutqizib olindi.